Ajrimdan so'ng ayol yoki erkaklar nega turmush qura olmaydilar? Chunki birinchi tajribalaridagi partnyorlaridan juda ham katta og'riqda qolgan bo'ladilar. Agar u manipulyator yoki to'xtovsiz azob beruvchi, tergovchi bo'ladigan bo'lsa, birinchi tajribalaridagi xotiralari tufayli ikkinchi marotaba turmush qura olmaydilar. Agar bunaqa qiyinchilik bo'ladigan bo'lsa, men boshqa oila qurmayman degan iqrorlikni berib qo'ygan bo'ladilar ong ostilarida va shuning uchun ham turmush qura olmaydilar va yaxshi partnyor ham kelmaydi, chunki iqrorlik bor ong ostida, men boshqa turmush qurmayman degan. Bunday holatlarda albatta psixolog bilan ishlash kerak yoki bo'lmasam tanlovni o'zgartirish kerak. Men tanlov qilaman bu birinchi tajribamni sevgida yakunlashga va men o'zimga ruxsat beraman, o'zim xohlagan inson hayotimga kirib kelishiga va baxtli oila qurishga deb tanlov qilish kerak. Va uchinchisi esa tanishib ko'rish kerak, yangi insonlar bilan muloqot qilib ko'rish kerak va munosabat o'rnatib ko'rish kerak. O'zingizga eslating, hamma ham bir xil bo'lmaydi. Birinchi tajribadan kelib chiqib xulosa qilmaslik, yangi hayotni davom ettirish kerak bo'ladi. Bu videoni turmushga chiqa olmayapti turgan o'rtog'ingizga yuborib qo'ying.